Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz mana shu akkauntda Pedri hamda Yamalni to'g'ri holatda kuchaytirish haqida video qilamiz. Ya'ni futbolchilarni to'g'ri kuchaytirish bo'ladi va bu videoda mana bu yerda klassik playerga yetib qolgan va klassik playerni olamiz va mana bu yerdagi agentni ham olib ko'ramiz. Va yashil o'yinchilarga harakat qilamiz desa ham bo'ladi. Xo'p, birinchi biz qora o'yinchini olamiz. Bu akkauntni bir obunachimiz bizga yig'ib berdilar. Xo'p, qora o'yinchidan klassik playerdan kim chiqadi? Rivaldo, Matteus, Pires hamda Valderrama degan futbolchilar bor. Xo'p, bizda menimcha bu Pires shekilli, chunki chiqishlari Piresga o'xshadi, lekin jarima zarbasidan gol urmoqda. Bu Rivaldo ekan. Qaychi uslubda zarba yuzi ko'rinib qoldi. Qaychi uslubda zarba berayotganda bu Rivaldo ekan. Men Pires deb o'ylagandim, lekin Barselona afsonasi Rivaldo chiqmoqda. Jigarlar, Rivaldo o'ta kuchli futbolchi, eng yaxshi hujumchi bo'la oladi. Dream Liga o'yinida hozirgi Dillis 26 vaqtdagi eng zo'r hujumchi, chunki hujumchi emas, chap qanot hujumchisi desa ham bo'ladi. Xo'p, bu akkauntni bir obunachimiz yig'ib berdi. Akkauntda ko'rib turganingizdek 200 tadan ziyodroq kuchaytirgichlar mavjud va biz ikkitalik kuchaytirgichlar ham bor. Shu sababli mana ko'rib turganingizdek akkaunt egasi akkauntga kirishga harakat qildilar. Ya'ni men akkaunt egasini akkauntdan chiqarmay turgandim hali va akkaunt egasi akkauntga kirdilar. Qiziqish bo'ldi-da, baribir qiziqadilar. Xo'p, biz Pedri va Yamalni birinchi navbatda pasidan 3ta 100 Yamaldan, Pedridan esa 2ta 100 chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni kontrol, pas, zarba darajalari Yamalda, Pedrida esa kontrol va pas darajalari 100 bo'lsa, shunda biz keyin fitness kuchaytirgichlar bosaveramiz Yamal va Pedriga. Barselona futbolchilari ularni qo'ldan kelgancha yaxshi holatda kuchaytirishga harakat qilamiz. Albatta, sizlarga maslahat, har qanday bitta futbolchini o'zini kuchaytirsa, ideal holatda kuchaytirsa bo'ladi. 2ta, 3ta, 4ta yoki butun jamoani kuchaytirayotgan bo'lsangiz, albatta qaysidir futbolchi yaxshi kuchayadi, qaysidir futbolchi yomon kuchayib qoladi. Shu sababli bitta futbolchilarni full qilishni maslahat beraman. Agar pozitsiyalar bir xil yoki statistikalar bir-biriga yaqinroq, yaxshiroq, deyarli bir xil full bo'ladigan futbolchi bo'lsa, ikkita futbolchini ham full qilishingiz mumkin birgalikda. Masalan, Harry Kane va Lewandowskiga o'xshagan hujumchilar tepadan fitness bosganda to'liq fitness bosish kerak va kamgina texnika kuchaytirish ortib qoladigan futbolchilarni. Xo'p, jigarlar, mana Yamal hamda Pedrini endi kuchaytirishga o'tib olamiz to'g'rirog'i. Hozirda ikkalasidan ham 100 holat chiqqani yo'q, lekin Yamal ko'rib turganingizdek 3ta 90 plus bo'ldi. Pedridan bitta 100 chiqqan ekan. E'tiborsiz bo'libman jigarlar. Xo'p, pas 96, Pedrida zarbasi 85lar bo'lsa, undan uyog'iga takling darajasi ham ko'tarilib ketmasa 85 dan yaxshi bo'lardi, lekin takling hozircha 85 bo'lib ulgurdi. Hop, Yamal kontrol 99 va pasga tushmoqda jigarlar. Va Pedriga kuchaytirish tushdi va Yamalning taklingiga. Mana shunday takling darajasiga kamroq kuchaytirishlar qo'shilsa, takling darajasi faqat markaziy himoyachilarga kerak, mayli qanot himoyachilariga ham kerak bo'ladi. Ya'ni to'pni olib qo'yish degan narsa tayanch yarim himoyachilarga ham kerak bo'ladi. Xo'p jigarlar, sizlarga yana bir ma'lumot. Har bitta pozitsiyada har xil futbolchilarni qanday kuchaytirish, shunga o'xshash video ham nasib qilsa chiqarish arafasida turibman. Shundaqa video chiqarishimni xohlasangiz, albatta shu videoga 200 ta like yig'sak, keyingi videolarda aynan har bir pozitsiyadagi har bir o'yinchini to'g'ri kuchaytirish videosi bo'ladi. Xo'p jigarlar, mana biz Yamaldan ham 3ta 100 chiqarib oldik va Pedridan 2ta 100 chiqarib bo'lganmiz. Xo'p, endi to'liq fitness kuchaytirgichlar bosamiz jigarlar. Xo'p, 11 ta ko'k fitness kuchaytirgichimiz bor. Shuni o'zi ham yetib qolsa kerak va bizda break horse Yamalga yaxshi kuchaytirish bo'ldi. Tezlik va tezlanish darajalariga tushdi. Keyingisida STRga tushib qolmoqda. Mana shu STR darajasiga kamroq qo'shilsa Yamalda 6 ta 100 chiqarishimiz mumkin va break horse va STRga tushmoqda. STRga kamroq iloji bo'lsa kuchaytirish tushmasa, bizda Yamal 6 ta 100 chiqadigan bo'ladi. Lekin ko'rib turganingizdek STR 72, 74 ham bo'lib ketdi. Menimcha endi undan 6 ta 100 chiqarish juda ham qiyin.
imkonsiz desa ham bo'ladi va ketma-ket setriga tushmoqda. Endi umuman ilojsiz holatga aylanib bo'ldi. Hop, tezlanish 99, stamina 94. Yamalda hozircha menimcha 5 ta 100 chiqara olamiz. Pedrida stamina 97 bo'ldi, tezlik 86, tezlanish 89. Mana shu yerda tezlanish va tezliklarni ham 90lar qilsak zo'r bo'lardi. Yo'q, unday ham qila olmas ekanmiz, chunki Pedrida ko'rib turganingizdek deyarli full holat 795 kartada. Yamal ham stamina 96 bo'ldi. Menimcha so'nggi kuchaytirish Pedri uchun va tezlanish 90 bo'ldi. Satri 79 ligicha qolib ketdi. Staminaga tushmadi. Stamina 99 ligicha qolib ketdi. Xo'p jigarlar, mana Pedridan 2 ta 100 chiqarib oldik. Menimcha yaxshi kuchaytira oldik. Stamina 99, chunki tezliklari ham 88 ga 90. Tezliklari ham ancha yaxshi futbolchiga aylandi va staminasi bir kam 100 bo'lib qoldi. Hop, Yamalni endi qo'ldan kelgancha tezligini ham 90 dan balandroq qilishimiz kerak va mana yana akkaunt egasi akkauntga kirmoqda. Shu vaqtda sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman jigarlar. Meni Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda hozir tanga olmos yig'ish xizmatlari Vietnam orqali hammasi qilib beriladi. Tanga olmos yig'ish, sezon pass, barcha xizmatlar mavjud o'zimda. Va menga Telegramdan bemalol murojaat qilsangiz, Telegram kanalimga o'tsangiz, albatta bemalol barcha qo'ldan kelgancha yordamlar qilib boriladi. Tanga olmos yig'ish xizmat narxlari albatta Telegram kanalimda bo'ladi jigarlar. Telegram kanalim silkasi esa video opisaniyasida va kommentariyada bo'ladi. Xo'p jigarlar, stamina 97 bo'ldi. Yamalda menimcha stamina 98. Endi menimcha stamina 99 bo'ldi va ikkita menimcha kuchaytirish bosa olamiz. Yo'q, so'nggi kuchaytirish bo'lib qoldi. Satriga tushdi, break horse. Satri 82 bo'ldi va Yamal full bo'ldi. Yamaldan ko'rib turganingizdek 400 chiqardik, stamina 99, tezlik 91 bo'lib qoldi. Satriga juda ko'p kuchaytirishlar tushdi. Agar satri 70lar darajada bo'lganda, 72lar bo'lsa ham, 73 bo'lsa ham bizda 600 chiqarish mumkin ekan. Staminaga, satriga to'g'riroq, kamroq kuchaytirish tushsa, taklingga kamroq kuchaytirish tushsa, luboy futbolchi yaxshi holatda kuchaya oladi, hujumchi va yarim himoyachilar. Xo'p jigarlar, mana Pedri va Yamalni yaxshi holatda kuchaytirdik. Kuchaytirganimiz albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, yana bir bor videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman va endi yashil futbolchi ochishga harakat qilib ko'ramiz. Bitta agentni bosib yuboramiz. Xo'p, agentni bosamiz. Bizda jigarlar Germaniya bayrog'i chiqmoqda va 22-raqam bu menimcha Antonio Rudiger. Mana bu yerda Patkat va bu Antonio Rudiger ekan. Mana soqqollari ko'rinib turibdi. Rudiger stretch, ya'ni kuch darajasi adashmasam 92. Jigarlar, ko'rib turganingizdek Rudiger chiqdi va biz mana shu vaziyatda markaziy himoyachini ham qanday to'g'ri kuchaytirishni aytib o'taman. Rudiger o'zimni kumirim, video akkaunt egasi to'g'rirog'i bizga Rudiger kim chiqsa ham full qiling demagandi, aytmagandi ham, lekin akkaunt egasiga ancha omadli kuchaytirib berganim uchun menimcha urushmasalar kerak, gapirmasalar kerak, Rudigerni full qilsam. Shu sababli Rudigerni full qilishga qaror qildim. Xo'p jigarlar, markaziy himoyachini qanday kuchaytirish kerak deydiganlar uchun tepadan fitness darajalaridan 400 chiqarish kerak. Ya'ni tezlik, tezlanish, chidamlilik va kuch darajalari. Xuddi shu 4 ta kuchaytirish daraja ham markaziy himoyachiga kerak bo'ladi va so'ngra pas va kontrol darajalari 80lar bo'lsa ham yaxshi. Pas va kontrolga uncha tushmasa ham yaxshi. Zarbasi ham uncha kerak emas, chunki Rudiger, Van Dijk kabi himoyachilar zarba ko'p beravermaydi, bosh bilan o'ynasa bo'ldi. Xo'p, yana akkaunt egasi kirmoqda akkauntga va takling darajasi qo'ldan kelgancha 100 yoki 98, 95 shular atrofida bo'lsa ideal kuchaygan bo'ladi himoyachi, markaziy himoyachilar. Xo'p jigarlar, hozirda dilisida bilasiz, mana shunday tekshiruvlar Google orqali shunaqa Google'ga ulangan bo'lsa akkaunt yoki shunaqa bo'ladigan bo'lsa, har dilisiga kirganingizda mana shunday so'raydigan bo'lib bo'lgan. Shuni ham bironta yangilanishlarda to'g'rilash kerak albatta jigarlar. Xo'p jigarlar, ma'lumot menimcha sizlarga yoqdi. Videoda qanday kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada o'zingizni izohingizni qoldirishingiz mumkin. Qanday yaxshiroq futbolchini full qilishimni ham kommentariyada maslahat bersanglar bo'ladi. Xo'p jigarlar, bu
akkauntda menimcha kuchaytirishlar deyarli qolmaydi. 20 ta 30 tacha qolib ketmasa, oddiy kuchaytirgichlar deyarli umuman qolmay ketadi. Hop jigarlar, tezlik 91 darajada va STRS 96 bo'lmoqda Rudigerda. Tezlikka ketma-ket kuchaytirgichlar tushmoqda. Hop jigarlar, sizlarga yana bir ma'lumot aytib o'taman. Telegram kanalimga o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, Telegram kanalim tezroq 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, u yerda ham sezon paslar, qandaydir o'yinlar, turnirlar, konkurslar qilib o'taman jigarlar. Shu sababli Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni aytaman yana bir bor. Telegram kanalim video описаниесida va kommentariyada pin holatda bo'ladi. Hop jigarlar, tezlik 99, tezlik 100 bo'lmoqda va STR darajasi ham 99. Tezlanish va stamina, ya'ni chidamlilik darajalari bir xil ketmoqda va mana STR darajasi ham 100 bo'ldi himoyachilimizda. Rudiger bilasiz, DLC 24 ning boshlarida 84 darajada edi. DLC 24 so'ngida 83 ga tushdi va DLC 25 to'g'rirog'i DLC 25 vaqtida boshrog'ida 84 darajada edi. DLC 25 ning oxirrog'ida 83 va DLC 26 ga kelganda esa 82 darajagacha tushib ketdi. Bizda Rudiger. Hop jigarlar, Rudiger menimcha yaxshi kuchaymoqda. Tezlanish 94, stamina 89. 95 bo'ldi. 96 tezlanish va staminaga tushmoqda 90 stamina. Rudigerning o'zi ham 90 darajagacha erishdi. Jigarlar bilasiz, oldingi Rudiger, ya'ni o'sha 94 kartali Rudigerdan 5 ta 100 chiqarsa bo'lardi. Endi juda ham qiyin, umuman ilojsiz bu Rudigerdan 5 ta 100 chiqarish va yana akkaunt egasi akkauntga kirmoqdalar. Aytgandim men akkauntga 15-20 daqiqa kirmay turasiz deb, lekin chidamsizlik qilib akkauntga kirib qo'yaptilar, mayli. Hop jigarlar, mana shunday DLCda qochishlar, muammolar tufayli DLCni ko'pchilik yomon ko'rib qolyapti. Shunday xatolarni ham to'g'irlash kerak. Albatta DLC bunday xatolarni to'g'irlash uchun biz ancha vaqt kutamiz shekilli, albatta. Va jigarlar, mana qaytdi. Hop, tezlanish 99 va tezlanish ham 100 bo'ldi. Endi 7 tagina kuchaytirgich tezroq, stamina darajasini ham 100 qilib olsak, Rudiger 91 darajagacha erishdi. Menimcha 10 tacha texnika kuchaytirgich bizda ortib qolar ekan. Bu juda ham kam degani. Va Rudigerdan 400 chiqarib oldik. Endi texnika kuchaytirishlardan qo'ldan kelgancha taklingini 90 dan baland qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, takling 89 bo'lmoqda. Kontrolga tushyapti, zarbaga va yana zarbaga tushmoqda. Kontrol. Taklingga tushdi, takling 90 darajaga erishdi. Zarbaga tushdi. Va yana kontrol darajasiga. Va menimcha so'nggi kuchaytirgichimiz bizda va zarba darajasiga tushdi. Zarbasi 57 bo'ldi. Kontrol 79, pas 81 va takling 90. Rudiger ham menimcha qo'ldan kelgancha chiroyli holatda kuchaya oldi jigarlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.